Ben onasi bo'ldingmi, ketdim. Rostdan. Men aytgan hamma narsamni olib berasizmi? Nima samleni bossammi? Ketdi. Unda oijonni ham olib olaylik. Ko'rib qo'ysin, o'g'li nimalar olib berishini menga. Nima keragi bor? Bilganingni qil. Adasi, qarang, menga yoqadigan fenda atiga $1000 turar ekan. Olib bera qoling. Bolam, shu telefonim ham eskirib ketdi, batareykasi ham yetmayapti. Yozuvlari juda mayda, ko'zim o'tmayapti. Shuni almashtirib ber. Adasi, olib bera qoling. Qarigan chog'da telefon tutishga balo bormi? Qimmat telefon sindirib qo'yasiz, mashina tutavering, o'zi pulim yo'q. Puling yo'q bo'lsa, bitta pasportga. To'ppa-to'g'ri, bor yo'g'i bitta pasport evaziga hech qanday boshlang'ich to'lovsiz va hech qanday foizsiz Honor smartfondan xohlagan modelingizdan 12 oy ichida o'zini pulini bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Og'zingizni og'ritib shuncha gapirdingiz. Rahmat, kerak emas. Rahmat, hayotim. Shoshmanglar, xolajon narsangiz qolib ketyapti. Mana hech narsam qolib ketgani yo'q. Shu Honor telefoni sizga. O'zim oyligimdan to'lab beraman. Duo qilib qo'ysangiz bo'ladi.